davlina bo'yicha ham o'shalar davoladilar, yurak bo'yicha ham, lekin shundan kelib chiqqan ekan hammasi. Bo'yinning g'ijjasi yurakka bergan ekan. Qulog'imni orqasi bilan boshimga og'riq beraydi-da ana shu narsa. Yuragim nafas olishim shuna qiyinlashadi. Demasam yaxshi uzib olmas edim o'sha nafasni. Judayam tushkunlikka tushman. Shuna ruhim sanab boshqa kasal deb o'ylardim-da. Davlinam faqat 180 ga chiqaydi. Shu eng pasti 140 bo'lib o'tirar. Boshimdagi og'riq kuchli. Mana bu sho'roqdan ham qutuldim, davlinadan ham qutuldim. Shu asnavni gardanim juda ham azob beraydi, yotishga ham shunday tortaydi, boshimning orqasi bilan-ku. Oxir tochkaga operatsiya degan gaplarni eshitib keyin kelyapti bizga. Ana shu bir martaga birinchi marta bilan kelsa, asosiy 5 ta narsa qildim. Bir joyda ko'p o'tirmang, bir joyda ko'p tik turmang. Qancha harakat yurish bo'lsa qilavering, ochilaveradi. Salqin xonada uxlamang, yaqdek narsa ichmang, terlab, yaxlab qotiring. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Salomot opamizga ikkinchi kun. Qayerdan keldingiz birinchi? Vokildan keldim, shu vokilni o'zidaman. Lekin ko'p joyga davolandim. Nima shikoyat bilan bizga keldingiz birinchi? Sizga bo'yin disk rejasi. Aha. Ishqilib, ana davlinam yuqori edi, o'sha davlinam hisob Nechigacha yuqori bo'lgan? 180 ga chiqadi. 180 ga chiqadi. Yana qanaqa muammolar bor? Shu qulog'imni orqasi bilan boshimga og'riq beraydi-da ana shu narsa. Yana nima muammolar bor? Yuragim nafas olishim shuna qiyinlashadi. Demasam yaxshi uzib olmas edim o'sha nafasni. Ana shu hozir o'sha narsa shu kecha yo'qoldi, yo'q, erkingina. Bugun nechinchi kun? Bugun ikkinchi kun. Bugun ikkinchi kun, ikkinchi massajni oldingiz, kecha birinchi massajdan bittada foydasini bildingiz. Bildim. Bundan oldin boshqa joylarga lechini olganmisiz? Olganman. Shu nima lechinalar olgansiz? Qaysi tumanlarda? Klinikalar nomini aytmang, tumanlar, joylar. Peshkuga olganman, Buxoroga olganman. Ana davlina bo'yicha ham o'shalar davoladilar, yurak bo'yicha ham, lekin shundan kelib chiqqan ekan hammasi. Bo'yinning g'ijjasi yurakka bergan ekan. Ana endi ana shu yerdan davo topolman, Xudoga shukr. Bugun davlinam joyiga kelgan, obedga o'lchadilar, 120 ga 80 dedilar. Ukol dori qilinyaptimi bu yerda? Yo'q, faqat lecheniya. Massaj olganman dedingiz-ku, bundan tashqari boshqa. Massaj olimini foydasini bilganim yo'qda, bironta joyga buni massaj yengil massaj qilinadi, bunaqa massaj bo'lgan. Qarang, siz aytib yengil qilinardi, bu yerda og'ir qilinadi deganda, hozir videolarim ko'pini boshqalar ko'ryapti-da, sizlar massajdan juda og'riqli ekan, kuchli ekan bir narsalar deyapti. Chidasa bo'ladigan holatdagimi? Chidasa bo'ladi. Qo'l bilan qilinyaptimi? Qo'l bilan boshqa apparat qilinmayaptimi? Hammasi qo'l bilan qilinyapti, qo'l yordam. Necha kun ochilib kutdingiz yotish uchun? Mumkin. Yo'q, 10 kun kutasiz deyilgandi. Men ahvolim og'irligi uchun siz bitta bemorni yengilroq deb meni o'shani o'rniga oldingiz. Aha, qarang, bu yerga keldingiz, boshqa bemorlar bor sizdan tashqari, to'g'rimi? Ana shu bemorlar ichida birontasi qanaqa, yotganimga foyda sezmayapman yoki unaqa bunaqa degan qanaqa boshqacha nima desa bo'ladi? Bizda lechinamni foydasi yo'qda degandek qilib gapiryapti. Yo'q, birontasi gapirmadi. Kelib siz davo topib kelasiz. Biz ikkinchi marta ham kelamiz dedi bittasi, uchinchi marta ham kelamiz dedi. Lekin men birinchi marta kelishim. Uchinchi marta kim ketdi? Uchinchi marta shu xola aytdilar. Ana shu xolani bironta g'ijjasi qolmagan. Bundan oldingi videoda tashladi hozir. Bironta g'ijjasi qolmagan, faqatgina omilqasi teshik. Endi misol mana o'zingiz ko'rib turgan mana shuncha odamlar fikrini eshitdingiz, o'zingizda olyapsiz o'sha lechinani. Boshqalar bemalol tavsiya qila olasizmi? Bemalol tavsiya qilaman, kelsin, yaxshi ekan. Kimdan eshitib keldingiz bu yerda? Men qaynukamni eri kelgan ekan shera o'sha tavsiya qilib qachon kelgan? U ana shu noyabr oyi edimi, oktyabr oyi edimi kelgan. Nima ish qilardi? Suv tarqatardi, o'sha suv tarqatayotgan, xo'p. Og'ir suv ko'tarib, belidan skirja olgan ekan. Kelib shera yaxshi bo'lib ketdi, mana shuni men ko'rmaganda o'g'limga aytdi, onangni o'sha yeri aytgan, o'sha yeri yaxshi deb o'g'lim olib keldi. O'zi ham shera kelmoqchi edi, kecha ko'rdik, gaplashib ketdik o'zingiz bilan, ochiqcha qo'ying deb. To'yga bir ishga borib kelay, mana ham olasiz dedi-ku. Sog'lik, omonlik, hali oldinda yana 10 kunimiz bor. 2 kunlik natija bu. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun opamizga 12 kun to'liq lechinalarni qidirdik. Xudo xolasa bugun javob beryapmiz. 12 kun davomida bizlarga qilib kelgan shikoyati bo'yindagi g'ijjalar, bo'yinda lardoz qismi tekislanib qolishi, qo'llarda va boshda muntazam og'riq. Bitta o'zingiz tanishtirib, sizni bezovta qilayotgan muammolarni bir aytib bering. Men Rahiva Salomat, shu bo'lgan yuzga lekin ko'p joyga ana shu disk grija ekan, bilmay davolandim boshqa klinikalarga. Davlinam faqat 180 ga chiqaydi. Tushsa eng pasti 140 bo'lib o'tirar. Boshimdagi og'riq kuchli.
bo'ynim bir yoqqa egolmasdim, bir tomonga qarasam, to'rtta boshimga og'riq beradi. Qaysi tomonga qarasangiz? Chapga qarasam, boshim shunday og'riq beradi, egolmasdim-da. Qo'llarim uyushib qolaydi, oyoqlarim vajar-vajar, ertalab turib yurib ketishim qiyin edi. Ana shu narsalar hozir yo'q, qutuldim, xayriyat. Birinchi bunga kelgan kuningizni eslay olasizmi? Eslayman, ha. Men qo'llarim uyushib qolib, umuman gardanim qotgan edi. Ozroq tushkunlikka tushib qolgan odamlar edingiz. Judayam tushkunlikka tushib, mana shuna ruhim seni boshqa kasal deb o'ylavdim-da. O'g'lingiz bilan kelganingiz hozir mana shu davr momentda bu gap bo'lish kerak emas aytyapman. O'g'lingiz bilan kelganda sal boshqacha odam, nima desa bo'ladi. Juda bir sodda, hayotdan nima bo'lgan, toza bir xo'rlangan boshqacha odam bo'lib kelasiz. Kasallik butun ruhiyatimni tushiryapti. Mana 12 kun davomida siz nimalarga erishdingiz, nimalarni tushundingiz, nimalarni bildingiz, nimalar yaxshi bo'ldi? 12 kun davomiga sizlar qilgan mo'jizalar tufayli qo'l-oyog'imni vajilashib qoldi. Bo'ynim mana yaxshi egiladi, mana. Hech qanday muammo yo'q. Endi sizga mana shu 12 kun davomida ozon terapiyamiz bor. Azondan boshqa bironta ukol qilindimi? Yo'q. Qilinmadi. Qanaqadir nima desa bo'ladi? Yana qaraq qiluvchi bir narkotik tabletka ukollar qilindimi? Yo'q. Qilinmadimi? Hamma narsa tabiiy, mana shu fizioterapiya, masajlar olyapsiz, to'g'rimi? Shunday masaj, asosiy masaj yaxshi ekan. Endi mana qarang, siz bilan mana 25 ta 30 ta odam o'tyapti, birga davolanyapti. Ana shu odamlar nima deyapti biz haqimizda? Xayriyat, kelimiz, boshqa joyga boruvdik, davo topmadik degan gaplar bo'libdi. Mera hozir Peshkudan ham bor ekan, nimadan ham, Shofarkondan ham bor, Navoiydan ham bor, Qarshidan ham bor. Eshitganlar kelyapti-da. Hozir mana qarang, yangi klinikaga ko'chdik, mana Xudoga shukr, hamma narsa zo'r, yaxshi, shundaymi? Endi mana shu yangi klinikaga ko'chish davomida ozroqgina qiyinchiliklar, ozroqgina nima desa bo'ladi, sizlar lechinalardan muammo bo'ldi. Endi bu yog'i Xudo xolasa sizga tushib ketyapti, shundaymi? Shunday. Mana endi siz o'zingiz bir yurasiz, hozir koridorga chiqib, bir harakatlaringizni egiling, o'tiring, turing deyman. O'sha harakatlarni qilib berasiz, xo'p? Mana shu koridor u boshiga borib keling. Bo'ldi, qaytaring. Qaytaring. Bitta o'tirib turing. Qo'lni uzating oyoq tagiga. Bo'ldi. Qo'lingizni ko'tarib ko'ring tepaga, ikki qo'lingizni. Boshlarni aylantiring. Og'riqlar bo'lyaptimi shu holatlarda? Yo'q. Bo'lmayapti? Aha, tamom. Bo'ldi keyin. Ko'pchiligi, bu yerga kelganlarning ko'pchiligi oddiy xalq, to'g'rimi? O'zingizni xalqingiz, mana shu oddiy oilalar, ro'zg'orlar kelyapti. Mana shu sizni hozir videongizni ko'ryapti. Bu manzilda videolar tagida so'rab yozyapti, qayerda aslida? Buxoro viloyati Vobkent tumanidamiz. Klinikamiz, shu yerda davolaymiz. Endi sizni mana shu video orqali ko'rib turganlarga tavsiya qila olasizmi klinikani? Tavsiya, albatta tavsiya qilaman. Kelsin, qiynalib yurmasin. Mana bu sho'roqdan ham qutuldim, davlinadan ham qutuldim. Shu asnavni gardanim juda ham azob beradi, yotishga ham shunday tortaydi, bu shuni orqasi bilan-ku. Ana shu muammolardan shunday qutuldim. Bemalol kelib davolansa bo'ladi. Hozir mana sizni yoningizda birga yotdi sherik bo'lib kecha ketgan opacha. Buni ham videosi taq bo'lgan, bugun YouTube'ga qo'yamiz. Ana shu kishini ham misol mana beldan shikoyat qilib kelganda, yurolmay keldi. Yurolmay kelgan, kecha aytdi, o'zingizni ham oldingiz operatsiyadan boshqa yo'li yo'q. Yo'li yo'q dedi. Ana shu kishi haqida bir ikki og'iz gap gapirib bering, chunki u kishi kamerani oldida juda uyalib gapirmagan, juda past, xuddi majburiy olganday bo'lib qolgan. Bizlar bilan birga yotgan, ana shu 95-yil Muhabbat degan bitta qiz yotdi, ayol umuman yurolmay kelgan edi. Belga muammo 10 sm, 10 mm nima bor ekan, diskirja bor ekan, doktorlar faqat operatsiya qilsang tuzalasan, bo'lmasa tuzalmaysan degan ekan. Beoperatsiya ham ana shu 12 kunlik mo'lija bilan o'sha tuzaldi, yurak-yon bo'lib, rahmat aytib chiqib ketdi. Operatsiya. Endi misol shunaqa, shunga o'xshash eng oxirgi sortlar keladi-da bizga. Ukollarni foyda qilmay qo'yib, eskicha tabib mollasi foyda qilmay qo'yib, qanaqadir ora-or kostopraflar, qanaqadir hamma narsani qilib bo'lgandan keyin oxiri operatsiya degan gaplarni eshitib keyin kelyapti bizga. Ana shu bir martaga birinchi marta bilan kelsa, siz o'zingiz
Klinikalar nomini aytmang, qayerda lechini olgansiz? Peshkuga yotdim. Peshkuda yotdingiz. 2 marta ikkita klinika Buxoroga yotdim. Buxoroga 2 marta yotdingiz. Galasiyoga bir. Galasiyoga yotdingiz. Oxirgi Natijalari bo'lmadi. bo'lmadi. Yo'q. Aha, necha pul to'ladingiz? Peshkuga qancha to'ladingiz? Peshkuga 5 million. 5 million. 7 million yana bitta Buxorodagi klinikaga. 4,5 million yana bittasiga to'ladim. 3 million 800 ta Galasiyoga. Galasiyoga. Bizga necha pul to'ladingiz? 4 million. 4 million. Endi 5 ta joyga yotdingiz. 5 ta joydan olgan natija bilan bizda nima farq bor? Men ana shu yerdagi o'zgarish bo'ldi-da, boshqasini farqlay olmadim. Peshkuga yotganimda bir qo'limni nimasi boshimgacha yetolmas edim, o'sha qoldi tamom. Qolgan boshqa ishlar o'zgarish bo'lgan yo'q. Bo'ynimni azob berganini ana shu yerga kelib bildimda, shu bo'ynimda bo'yningizdagi rejalar ham katta bilasizmi? Bilmasam-da. Katta. 4 millimetr. Ana shu Shunaqa. yerga bildim. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shunaqa gaplar bizda bemorlar-ku faqatgina O'zbek qilmadik, yangi klinikaga ko'chdik, o'shani hisob bilan ozroq videolar davomida to'xtalishlar bo'lib qoldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hali videolar oldinda. Sizga ham rahmat, sog'lik, salomatlik, tavsiyalarni yaxshilab bajarib, aytgan vaqtda 2 oydan keyin kelasiz. 2 oydan keyin. 2 oydan keyin og'riq bo'lmaydi, lekin mana shu muammo butunlay yo'qolib ketishi uchun 2 oy shunday o'tdimi, kelishni harakatini boshlang. Kelishni harakatini boshlaymadingizcha 3 oy bo'ladi. 3 oydan yargi o'tmang iloji boricha. Просто dam olib ketasiz, tamom, og'riqlar bo'lmaydi. Nima shu doktor yo'qqa uyga o'zi borgandan keyin uyga borganda 5 ta narsa, asosiy 5 ta narsa yaping. Bir joyda ko'p o'tirmang, bir joyda ko'p tik turmang. Qancha harakat yurish bo'lsa qilavering, ochilaveradi. Salqin xonada uxlamang, yaqdek narsa ichmang, terlab, yaxlab qotirib qo'ymang. 3-4 kilodan og'riq ko'tarmaysiz. Har kun 9-10 taga peshobingiz chiqarib turasiz. Choy, suv, kompot uchun gazli, spirtnoy mumkin emas. Asalni olgan kompressingizni bo'yningiz sochli qismingizdan to bel buksagacha surting. Yaxshilab surtasiz. Uyga borgandan keyin og'riqlar bir qo'zg'alib kamayib qolishi mumkin. Bu hammada ham bo'lmaydi. Faqatgina bedaman bir xil temperaturada turib uyga borganda salqinga chiqasiz. Bir bezovta qilish mumkin. Og'riq qoldiradigan tabletkalardan yarimtami ichib olasiz. O'sha og'rigan kuni har kun emas. Keyin 17-kundan keyin og'riqlaringiz kundan kunga kamayishni boshlaydi. Keyin 40 kungacha kamayadi. 40 kun ichida mana bu yerda tuzingizga qo'shilib, osteoxondrozga qo'shilib, peshob bilan vitaminlar ham chiqib ketadi. Ana shularni tiklab oladi. Keyin 2 oy bo'ladi. 2 oyda ichida zo'r bo'lasiz. Faqat keyin qaytadan kursga kelishingiz bu sizni qaytalamaslik uchun. Mana shu bilan bir 5 yil ham yuraverasiz. Lekin bitta yoshingiz o'tgandan keyin yana voy-voy qilib qolsangiz, biyga kelganingizdan keyin bizda lechinani organizmingiz ko'tarolmasligi mumkin. Tushundingizmi? Shu bilan bir kurs olib ketgan bilan ham qanchasi yurib ketadi. Tushunib turish yaxshi. Mayga. May oyida boshidan oxiridanmi xohlasangiz sheriklar bilan telefonlashib, sheriklaringiz bilan birga keling. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat doktorjon.